Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. O'rtoqlar, hozirgina jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudidan chiqdik. Xabaringiz bo'lsa, yil boshida himoya ostidagi shaxsni oqlagan edik. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 207 va 209-moddalari tartibida ayb qo'yilgan edi, ammo birinchi instansiya sudi tartibida reabilitatsiya qilingan edi, ya'ni oqlov hukmiga erishgan edi. Keyinchalik shahar prokuraturasi protest kiritgan, ya'ni Bekobod shahar prokuraturasi va aynan shu protest asosida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi ish va apellyatsiyada ham aynan sud hukmini o'zgartirishsiz qoldirish to'g'risidagi sud ajrimi chiqarishiga muvaffaq bo'ldik va himoya ostidagi shaxsni bu safar ham ikkinchi marotaba ham oqlashga muvaffaq bo'ldik. Xurshidbek, nima emotsiya, ikki og'iz gap bilan. Mana hozir suddan chiqdik, protsessdan chiqdik. Hozir suddan chiqdik. Adolat qaror topgandan xursandman. Kamoliddin Abdumalikovga ham katta rahmat. Yana bir marta biz ishondik. Haqiqatan adolat borligiga. Katta rahmat sizga. Sog' bo'lasiz. Shunaqa gaplar. Bu safar ham inson manfaat va huquqlari himoya qilindi. Odil sudlov uchun, adolatli va qonuniy qaror uchun Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Omon bo'linglar.